Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tuman aholisi va vrachlar diqqatiga. Yaqinda menda ajoyib holat bo'ldi. Men konsultatsiya beraman, onlayn konsultatsiya kasallarga. Qo'rg'ontepadan ikkita patsientkamiz menga murojaat qildi. Ularga konsultatsiya berdim, analizlar yozib berdim va ikkalovi patsientkamiz ham bir частный laboratoriyada analizlar topshirishdi. Hayron qolgan joyi meni ikkalovsini ham rezultatlari bir xil. Общий крови, общий мочи, S-reaktivniy belok. Hammasi почти bir xil. Хотя birinchi patsientkamda revmatoid artrit, ikkinchi patsientkamda osteoartroz. Klinikasi bo'yicha ikkalovsida ham boshqa, rezultatlarda biz boshqa narsalarni, natijalarni, ko'rsatkichlarni kutgandik. Bu narsa biz juda ham hayron qoldirdi. Boshqa davlatdaman, lekin nomerini topib, частный laboratoriyani bog'landim. Telegramdan ular menga javob berishdi. Aytdim, что sizlar menimcha rezultatlarni noto'g'ri ko'rgansizlar, noto'g'ri tekshirgansizlar, потому что bunday bo'lishi juda ham kam holatlarda bunday bo'lishi mumkin emas. S-reaktivniy belok ikkalovsida ham 24, ikkalovi patsientkada ham SOE 6. Ularni javobi meni juda ham hayron qoldirdi, to'g'risini aytganda. Men aytdim, patsientkalarimga kompensatsiya qilasizlar, to есть pulini qaytarib berasizlar yoki bo'lmasam besplatni qaytadan analiz topshirishadi sizlarda. Yo bo'lmasam patsientkalarimni, bemorlarimni boshqa laboratoriyaga jo'nataman, sizlarga qaytib jo'natmayman. Ularning javobi ajoyib bo'ldi. Ularning javobini keyingi videoda aytaman. Qo'rg'ontepada qaysi частный laboratoriya yaxshi analizlar tekshiradi, yaxshi analizlar ko'rib beradi, iltimos shuni yozib yuboringlar.